Assalomu alaykum kanalimizning muxlislari. Sizlarga yana bir ajoyib bir maslahatni hozirgi yozgi kunida hammani qiynayotgan qora pashsha masalasini yana bir ko'tarib chiqib, burandan ham, snayperdan ham, Xitoy professoridan ham yaxshi ta'sir qiladigan dorini topdim. Bu dori, bu kompaniya menga 1 so'm pul to'lamaydi, lekin sifati haqiqatda yaxshi ekan. Bir marta o'zim qiziqishga har safar sepib ko'raman, sinab. Menga yoqdi. 5 minut ichida pashshalar qulashni boshladi. Mana o'sha dori. Mabetco firmasini MobiX degan dori vositasi ekan. Bu ham xuddi shu bo'ronga o'xshagan. Ichida 2 ta paketchasi bor. Oshxonalar, restoranlar, molxonalar, hojatxonalar va boshqalar uchun 1 litrga deb yozib qo'ygan, lekin men yarim litrga tayyorladim har safargidek qilib. Effekti o'ta zo'r bo'ldi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Yoqdi, yoqmadisini, ta'sir qildi, qilmadisini обязательно kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Hammaga omad.